Nukus shahrida mahalla tizimini yanada samarali tashkil etish, aholi muammolarini joyida hal etish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida seminar tashkil etildi. Unda mahalla fuqarolar yig'inlariga biriktirilgan tashkilot va idoralar vakillari, mahalla yettiliklari hamda mutasaddi rahbarlar ishtirok etdi. Seminarning asosiy maqsadi aholidan kelib tushayotgan murojaatlarni ortiqcha byurokratik to'siqlarsiz bevosita mahallaning o'zida hal etish tizimini amaliy jihatdan kuchaytirishdan iborat. Bugungi kunda mamlakatimizda prezidentimiz tomonidan ilgari surilgan inson qadri uchun tamoyili asosida mahalla tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Natijada har bir davlat organi va tashkilot faoliyati mahalla kesimida tashkil etish, aholi bilan bevosita ishlashning yangi mexanizmlari joriy etildi. Xususan har bir mahallaga turli soha vakillari biriktirilib, ularning zimmasiga aholining muammolarini o'rganish, ularni tinglash va amaliy yordam ko'rsatish vazifalari yuklatilgan. Bu tizim aslida muammolarni yuqori tashkilotga yetkazmasdan turib, joyda hal qilishga xizmat qilishi kerak. Biroq seminarda ta'kidlanganidek, ayrim hollarda ushbu tizimning ijrosi yetarli darajada tashkil etilmayapti. Ayrim biriktirilgan xodimlarning mahallaga chiqmasligi, aholi bilan muloqotning sustligi, murojaatlarning cho'zilib ketishi kabi kamchiliklar mavjud. Shu bois mazkur seminar ana shu muammolarni ochiq muhokama qilish va ularni bartaraf etish choralarini belgilashga qaratildi. Jami bir mahalla misolida o'rganganimizda biz son mahalla dafterini ishlab chiqdik. Ya'ni bir mahallaning o'zida mamlakatlik uyum xizmatkari sifatida 22 xizmatkarning bir mahallada жұмыс olib borayotganini biz sezdik. Biroq biz o'zlarimizga savol qo'ydik. Son mahallaga bekitilgan so tegishli mekeme sho'kin boshlar qanday жұмыс olib boryapti? Har bir xizmatkar so xalqda, har bir uyga kirganda so ahvolda o'rganyaptimi? O'rgangan bo'lsa, soni unamli şişlu derecesini su orunda şişu imkoniyatimiz var ekan. Ya'ni biz xalqqa to'g'ridan-to'g'ri yaqinlashuga prezidentimiz tomonidan hamma sharoit yaratib berilganini sezdik. Xususan Nukus shahridagi Navqanbog' mahallasi faoliyati namunaviy tajriba sifatida taqdim etilib, unda tashkilot vakillari hamda mahalla yettiligi o'rtasidagi hamkorlik, aholi murojaatlarining tezkor va samarali hal etilishi, ijtimoiy muammolarni bartaraf etish bo'yicha olib borilayotgan ishlar alohida e'tirof etildi.